So'rab ko'ramiz. Qanchalik asabiylashasiz 100 ming dollar uchun ishdan ketsa? Hech qancha. Rostdan men sizga kerakman deb Men o'yladim. ketgan bo'lardim. Ana xo'jayinini eshitdingmi? Yaxshi ketishini oldindan ogohlantiraman. Hech qanday 2 hafta. Agar buni haqiqiyligiga ishonmasangiz, mashinada mana bu sumkada haqiqiy pullar turibdi. Mr. Beast sizga katta rahmat. Men hozir ishdan ketyapman va bundan xursandman. Biz endi boshladik. Bizda hali 100 minglab dollarlar bor. Qani ketdik. Biz endi bu ishni Walmartda ham sinab ko'ramiz. Mr. Beast kanalini ko'rganmisiz? Ha, Xo'p, sizga taklifim bor. Bu 10 ming dollar uchun ishdan ketarmidingiz? Naqd pul. yo'q. Shunaqa deyishingizni bilardim. Mayli, ishdan ketishingiz shart emas. 10 ming dollar kerakmi? Ha, ajoyib bo'lardi. Ushlang. Wow. Mayli, biz uni ishdan ketishga majburlamaymiz. O, yig'layapsizmi? Biz yaqinda bildik. Bu saraton kasalligining 4-bosqichida ekan. Afsusdaman. Hech qisi yo'q. Buni barchasi Allohning ishi va Robbimning sinovidir. Biz hozir futbol maydonidamiz. Ikkita sobiq himoyachi bilan. Unga to'pni uloqtiring. Ana siz 1 dollar ishlab oldingiz. Hoppa, yana 1 dollar. Siz har bir uloqtirganingizda u ushlab olsa 1 dollardan yutib olasiz. Agar u to'p yerga tegib ketsa, siz hamma pullaringizni yo'qotasiz. Siz albatta butun kun davomida xohlaganingizcha pul ushlab olishingiz mumkin. Biz esa keyingi qismga ketdik. Bu 800 ming dollarlik saroy. Bu esa eshikni oldi kaliti. Dramatik muzika qo'yib bor. Menga umid bag'ishlaydi. O'zimni haqiqiy erkakdek his qilyapman. Endi, Nolan, endi sen bu akvariumning ichidan mana bu eshikni kalitini topa olsang, bu saroy seniki. Kalitni tanla. Nolan ehtiyot bo'l. Omad. Bu 800 ming dollarni hal qiladi. Nolan, sen juda ham Yaxshi. ko'p. Tanla kalitni. 4, 3, 2, 1. Tanlash juda qiyin. Agar bu kalit bu eshikni ocha olsa, u saroyni yutib oladi. U juda ham katta ekan. Yo xudoyim. Biz hozir aeroportdamiz. Bu esa uchuvchi. Men uchuvchiman. Mana bu qog'ozni ushlab, bundan qog'oz samolyot yasang. Siz yasagan samolyot bu chiziqdan o't olsa, siz 1000 dollar yutib olasiz. Bu 5000 dollar, bu esa 10 ming dollar. Endi agar bu chiziqdan o'tsa, 20 ming dollar yutib olasiz. Agar kimdir bu qog'oz samolyotni kim yasagan desa, bu o'yin yasagan. Ha, bu men. Nima deb o'ylaysiz? 20 ming dollar yuta olasizmi? Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. O'rtada 20 ming dollar turibdi. Qanday aniqlik? Wow, bu yomon emas. Hozir bir minut kutib turing. Kris, bu samolyotning yarmi chiziqdan o'tibdi. Ha, bu yerdan samolyotni Ha, yaxshi. Siz hozir 10 ming dollar naqd pulni yutib oldingiz. Ha, men uddaladim. Bu pullarni samolyotingizga joylasak bo'ladimi? Albatta, mana bu yerga qo'ying. Endi pullar samolyotingizda. Siz endi qilishingiz kerak bo'lgan narsa uchish, to'g'rimi? Ketdik yana pul tarqatishga. Biz hozir katta yo'ldamiz. Va bizning balonimiz teshildi. Endi bizga kim to'xtab yordam bersa, bu mashinani yutib oladi. Voy, bizning balonimiz teshilgan. Voy ahmoqlar. Ha, mana bittasi bor. Biz balonni qanday alishtirishni bilmaymiz. Biz bu katta yo'lda 1 soatdan ko'proq turdik, kimdir to'xtab yordam beradimi deb. Ha, tushunaman. Bu men bilan 1 yil oldin sodir bo'lgan edi. Men boshimdan o'tkazganman. Bu yigitcha menga juda yoqdi. Uni aytishicha, mashinasi juda ham eskirib ketgan. U juda ham mehribon, bizga ko'p yordam berdi. Brian, senga katta rahmat bizga yordam berganingga. Ana bu kamerani ko'ryapsanmi? Umuman bizning YouTube kanalimiz bor. 50 millionta podpischika egamiz va sen bizga yordam bergan ekansan. Bu mashina senga. Nima? Tariq, bu yoqqa kel. Yo'ldan ehtiyot bo'lib ot, mashina urib yormasin. Biz mashinani balonini ataylab tekshirib kutib o'tirdik, kim qachon yordam berar ekan deb. 1 soatdan oshiq va sen hozir bizga yordam berganing uchun bu mashina senga. Hazillashyapsizlarmi? Sen bizga yordam berganing uchun Yo'q, mukofot. xudoyim. Men shunchaki kim muhtoj bo'lsa yordam berganimdan xursandman. Men esa gapim yo'q. Bu David, u professional golf o'yinchisi. David, sen bir urinishda u teshikka tushirib olsang, men senga 1 million dollar beraman. Menimcha tushira olaman. Rostdanmi? Sen u yoqqa necha marta otgansan? Buni hisoblab bo'lmaydi. Bir martada tushirganmisan? Hozir bu haqda gapirishni xohlamayman. Teshik masofasi 900 metr va shamol 10 tarafdan bo'lyapti. Tashqarida namlik, havo darajasi 15 gradus. Havo biroz sovuqroq, demak yaxshi uchmaydi. U hozir barchasini hisoblab chiqdim. Men million dollarimdan xavotir olyapman. U to'g'ri teshik tomon uchyapti. Yo xudoyim, u tushay deyapti. Qarang, u juda ham yaqin keldi. Xo'p, David, sen agar bitta Krisga adashmaganingda sen million dollar yutgan bo'larding. Xo'p, noumid bo'lma. Ikkinchi urinishda agar tushirsang 10 ming dollar beraman. Qani bu yerga tush. Bunday imkoniyat uchun katta rahmat bolalar. Bu aql bovar qilmaydigan narsa. Aytgancha 10 ming dollar deganingga futbolchilarning ahvoli qanaqa ekan? Janoblar, ishlar qalay?
qorong'u tushay deb qopti. Ha, biroz qiyinlashyapti. Mana sizlar hozirgacha ishlagan pullaringiz. Uncha ko'p. Qaranglar, bu idishda qancha ko'p pullar bor. Men sizlarga ajoyib challenge bermoqchiman. Agar 10 metr masofadan turib buni uloqtirib ushlab olsangiz, sizlarga $5000 qo'shib beraman mana bu pulingizga. Bu otish $5000 turadi. Agar siz uni otib ushlab olsangiz, pulingizga $5000 qo'shiladi. Agar ushlay olmasangiz, hamma pullaringiz yo'qqa chiqadi. Va bu juda ham hayajonli bo'ldi. Mana bu axlat salafanada $5000 bor. Bizni chentlarimizni qorni ochibdi. U Papa John'sdan pizza buyurtma qiladi. Chris esa Domino'sdan buyurtma qiladi. Carol esa Pizza Hut'dan buyurtma qiladi. Endi kimni buyurtmasi birinchi bo'lib kelsa, olib kelgan eltuvchiga choychaqa uchun $10000 beramiz. Va yana kimni eltuvchisi birinchi bo'lib kelsa, uni onasiga $10000 beramiz. O yaxshi ona uchun. Janoblar, tashqarida yaxshi ob-havo, pizzalarni buyurtma qiling. Men bunga juda ustaman. Ha, buyurtma. Hech narsa xohlamayman. Menga buyurtma kerak. Yo'q, kerak emas, unga olib kelib bermang. Buyurtma bilan. Menga pizza kerak. Qandaydir maxsus narsasi bo'lishi kerak. Yo'q. Haydovchiga ayting, iltimos tezroq olib kelsin. Rahmat. Boshlandi. 25 minut tezroq. Ha, buyurtma. Nega bunday qilyapsan? Bas qil. Ha, buyurtma bilan. Bo'ldi, hech narsa xohlamayman. Men prilojeniydan buyurtma qilaman. Yaxshi, endi buyurtma qilamiz. Bizga sous kerak emas, tomat kerak emas, hech narsa kerak emas. Non, faqat non. Shoshmang, ular yozishyapti sizni pizzangizda nimadir xatolik bor deb. Sizlar ikkita kichkina pishoqsiz va soussiz pizza buyurtma qildingiz. Sizga qo'ng'iroq qilayotganning sababi shuki, sizlar rostdan ham quruq nonni o'zini xohlaysizmi? Ha, faqat nonli pizza, ha. Tushunarli. Bu meni mahalliy Domino'sdagi hisobim. Shundan keyin qaytib buyurtma bera olmayman. Ular meni hisobimga taqiq qo'yishadi. Eltuvchi Omar 9 minutda shu yerda bo'lar ekan. Nima? Buyurtmani tezroq olib keling, qornim ochib ketdi. Bizning haydovchimiz yo'lga chiqdi. Juda yaxshi, rahmat. Unga ayt, kerak emas, xohlamayman. Sizni yaxshi ko'raman. Amar. 3 minut, Amar 3 minutda keladi. Amar allaqachon yetib kelyapti. Hozir shu yerda bo'ladi. Juda tez, lekin yetarli emas. Bu sani eltuvchingmi? Bilmayman. Omar yetib keldi, bolalar. Rahmat, kerak emas. Ey, Amar. Chris, Ishlar qalay? Mr. Beast. Ishlar qalay? Qani kela qol. Sizning videolaringizni yaxshi ko'raman. Juda zo'r, nimaga bilasanmi? Biz bir vaqtni o'zida Papa John's, Pizza Hut va Domino'sdan pizza buyurtma qildik. Va sen birinchi bo'lib kelding, shu uchun $10000 senga sovg'a. Rostdanmi? Mana bizni nonli pizza. Ha, mana bu pizza. Yo, xudoyim, katta rahmat bolalar. Pizza qanday? Hozir ko'ramiz. Pizza Hut keldi. O, senikimidi? Rahmat, kattakon. Hey! Salom. Men Domino'sdanman. Mana bu $100 sizga choychaqa uchun. Yo xudoyim, rostdanmi? Ha, u sizga. Katta rahmat. Buni ataylab qilish ham mumkin emas. Sentlarni eltuvchisi hali ham yo'q. Seni omading kelmayapti, odamlar ataylab qilyapti deb o'ylaydi. Mana bu eltuvchi Omar, u siz uchun $10000 yutib oldi. Omar, $10000 uchun rahmat. Jimmy, senga ham rahmat. Rahmat. Mayli ona, sizni yaxshi ko'raman. Endigi bosqich juda ham kulgili bo'ladi. Bu Chet, professional futbolist. Salom bolalar. Seni yaxshi o'ynaydi deyshadi. Sen bu yerdan turib darvozaga gol ura olsang $1000 beraman. Sen buni uddalading. Ha! Chris, darvozaga tur. Chet, $5000 uchun bu $1000ringni o'rtaga qo'yasanmi? Faqat bu safar darvozada Chris bo'ladi. Ha, sen buni uddalaysan, qani rozi bo'l. Ha, uddalayman. Gol, nega sen to'xtatmading? Men pul sarflashni yaxshi ko'raman, bu meni ishim. Karol, darvozaga bor. Endi bu ikki kishi uchun tavakkal qila olasanmi? Ha, tavakkal qilaman. Yutmasak yutkazamiz-da. O'rtada $12000 turibdi va yo'q. Karol, Chet yutishini xohlamaysanmi? Axir to'p menga to'g'ridan to'g'ri keldi-ku. Afsusdaman. Qanday afsusdasan? Men aybdorman. Ortga qaytaring. To'p tepadigan boshqa hech kim yo'qmidi? To'g'risi men buni tushunmayman. Xo'p, mayli, borib men futbolchilardan xabar olay. Mayli, sog' bo'l. Ishlar qalay bolalar? Mana sizlar ishlab topgan pulingiz. Menimcha buni shu qiziqarli joyda tugatishimiz kerak, chunki menga qiziqarli burilishlar yoqadi. Pulingizni ikki barobar qilishni yoki hammasini yo'qotishni xohlaysizmi? Yo'q. Yo'q? Nima demoqchiligimni bilmaysiz-ku? Bu yerda $17000 turibdi va sizlar 27 metr uzoqlikdan otib ushlarsangiz $17000 dan ikkalangizga 2 barobarga ko'payadi. Siz shunchaki harakat qilishingiz kerak. Buni uloqtirib bir-biringizdan ushlab qolarsangiz $17000 dan olasiz. Xo'p, endi to'xtab turinglar. Sizlarga yana ham narxini ko'taraman. $20000 dan olasiz ikkalangiz. Grip, sen nima deysan? Mayli, men tayyorman bunga tavakkal qilish uchun. Ha yoki yo'q degan? Ha. Yaxshi. Haqiqat vaqti keldi. U buni uddalay oladimi? Bu sizni karyerangizdagi eng muhim zarba bo'ladi. Ha.
qo'lidan keldi, qoyil, juda ko'p. Sizlar 2 barobar 40 ming dollar yutib oldingiz. Nimadir deysizmi? Men juda ham qaltirayapman. Endi men hech qachon bunaqa tavakkal qilmayman. Each day